Mashina bazadan 2 kilometr buyoqda magazin bor, shu yerdan piroqda qilamiz. U yergacha mashinada kelib bo'lmaydi, yengil mashinada kelib piroqdani qilib borib bularni hammasini mashinaga yuklab chiqib ketaman. Xudo xolasa mashinani qabul qilganman. Bularni hammasini yuklab hozir boramiz bazaga. Yozgi kunida ko'proq suv ketadi. Shunga ko'proq suv oldim. Ketdik hozir. 2 oylik o'tibga ham tugadi. Dam olish juda tez o'tib ketadi. Mashinani qabul qildim bazada. Yaxshi bo'ldi bazada qabul qilganim. Polshadan Gollandiyaga yuk olganman. Registratsiya qilib qo'ydim yukni. Kutyapman, 2 soat bo'ldi. Ana shu yerda mashinamning nomeri chiqadi. Rampa nomer chiqadi. Mashina nomeri bilan men yuklashim kerak bo'lgan rampani nomeri chiqadi shu yerda. Keyin bu tomonga borib rampaga yuklanadi. Boshladik xudo xolasa. Birinchi kun Polshadan Gollandiyaga 1300 kilometr через Germaniyaga ketamiz.